Agar siz chaqmoq polvonning ma'visini keltiradigan alayda iqtidorga ega bo'lsangiz, sizningcha qaysi xil ega bo'lsangiz bo'la? Alayda chaqqonlikmi? Undaq emas, nur tezligida uchishmi? Avarchilik. Bu yerda bir xil hattoki yo'tkilish jarayonini qisqartirib o'tilgan alayda iqtidor bor. To'g'ri. U dal chaqmoq yo'tkilish. Ammo bu odatdagi qisqa oraliqqa olqish emas, balki bir parcha nishon o'rnining suratini ko'rish yoki as saqlashga tayinibla nishonga bevosita yetib berish. Minut sekundda dunyoni sayli qilib, azaldan ko'rilib boqmagan xo'shalliklarni his qilib, Nyu-Yorkdagi yotoq binosidan chiqib, bir sekundda London cho'ng soat ustida paydo bo'lish. Bir qator karomatlardan keyin Kaliforniyadagi quyosh nuri tushgan dengiz qirg'og'ida do'lqin yerib o'ynash. Dengiz do'lqini yetib kelmasdan Ferjiga berib 30 metrlik egizlikdagi g'oyat zo'r do'lqindan o'zurinish. Orqadilla Misrning shirtalik odam haykalining beshida atdiganlik nashtidan bahramon bo'lish. Suratning bu yerda qilcha ahamiyati yo'q edi. Sayohat degan nima? Yer sharini bir kunda aylanib chiqishmi? Kimmi bundaq alayda iqtidorga ega bo'lishni xohlamasin? Xuddi Tangri yordam qilgandek, mushundaq bir bolning beshiga tushib qoldi. Shundaq, u 5 yosh chig'ida onasi tashlab ketgan kichigidan boshlab boshqalar tarafidan bo'zaq qilingan bola David edi. Bu qitim u ko'ngildagi qiz Millining oldida yana boshqalar tarafidan bo'zaq qilinganda daryoga muzgulchakka tushib ketdi. Qish faslidagi muz qoplamasi ostida daryo suvi shiddat bilan oqmoq dedi. Bu yerga tushib ketish hayotlik bilan xo'shlashishdan derak beradi. Davidning yiqib ketishiga qarab turishdan boshqa Millining hech qanday amali yo'q edi. Eng xatarli paytda odamning yoshirin iqtidori haqiqatan eng yuqorichaga yetadi. Ammo Davidning yoshirin iqtidori mush yerda portlab chiqadi. U yenidagi suv iqlimi bilan tangli udul kutubxonaga paydo bo'lib qoladi. U ahvolni texicha anqira olmay uyga qaytib kelib dirdir titrab turganda odatda urib tillaydigan aroqkash dotsi yana hayva qiladi. Dotsi ishni buzib kirish bilan David jiddiylashgan holda tuyuqsiz kutubxonaga yana bir qitim kelib qoladi. Hamda havoda bir bo'shliq yeriqining eg'izi kelib qoladi. Shuningdan iborat David yangi dunyoning darvosini ochgandek bo'ladi. U o'zligisiz sinab, asta-asta bu iqtidorning sirni egallab oladi. Faqat ko'zi yetgan joyga hammasiga bevosita yetib bora oladi. Hatto esida bo'lsin bo'ladi. U bu sayohat rasmlarining kitobini qo'liga elib, kichik vaqtida onasi uni elib borgan Imperiya binosining ustini ko'rib, xiyol qilmaydi, uy titrashga boshlaydi. Hashpashtivichi Imperiya binosiga yetib keladi. Moshundaq alayda iqtidorga ega bo'lgandan keyin David sirtga chiqib jon kezmoqchi bo'ladi. Uyga qaytib opsining rasmini elib, ilgirki azobga to'lgan joy va mel bilan xo'shlashib, Nyu-Yorkga kelib bir kichik uyni ijara oladi. Hamda pul masalasini o'ylash kerak edi. David bo'lsa Udulla hojatxonaga kirish bahonasi bilan amonlik saqlovchilarni aldab bankining ichiga kirdi. G'azinning ahvolini ko'rib olib, soymon va xaltlarni akilib, g'azini askilishga boshlaydi. Shunga bundaq alayda iqtidor haqiqatan chaqmoq polvonning ma'visini keltirdi. David shundoq qilib o'zining baxtli turmushini kechirdi. 20 yoshga kirguncha Nyu-Yorkdagi hashamatli yotoq binosida turdi. Uyning ichi dunyoning har qaysi joylarining suratlari bilan to'shib ketgan edi. Texmo muhimi sanab tugatkisiz qimmatli buyumlar. Nimani yaxshi ko'rsa, uyda shu bor edi. Lekin u yanala erishish bo'lgandan keyin hamon badal to'lashning bo'lganligini bilmaydi. U har qitim bankaga qadam tashrif qilganda uning peyiga odam tushgan edi. Siz kim bo'lsiz? Davlat xavfsizlik idorasi. Bu dunyodagi eng o'ng'ay bulangchilik qilgan bulangchi hisoblanadi. U ko'zini yumib ochqicha pul isklatiga kirib nurg'un pullarni ilib ketalaydi. Buningga qanoat qilmay yana bir necha qitim qayta-qaytadan keladi. Kimdimi bundaq yuqori unum bo'lsin? Rastalabek payizda uning uyida nima desa shu bor edi. Tamga har qaysi joylarning suratlari yesilgan bo'lib, zerikib kelsa joni aynib sayohat qiladi. Mana bu zamon va makon hol quvuvchi Davidning kundalik turmushi edi. Lekin u yana bir odamning o'zining peyiga tushganligini bilmaydi. Shunda qisaskarlar ittifoqini yig'ishdan burun nek idora boshlig'i bir sargardonlar tashkilotining boshlig'i bo'lgan. Bu tashkilot maxsus zamon va makondan hol quvuvchilarni izlaydi. To'g'risini aytganda, ularning maqsadi izlash emas, balki o'ltirish edi. Qaraganda bundaq alayda iqtidorga ega bo'lganlar faqat yolg'iz David emas edi. Bu dunyoda yana nurg'un bunda odamlar bor edi. Bu tarafdagi David uzun yil kelib boqmagan yurtiga holqib keladi. Kichik vaqtidagi oshqi Millini izlab kelib, uning mayxonada kutkuchilik qilib ko'ngildagidek o'tmaganligini ko'rdi. Ammo bugungi kunda David bayoshat o'tadi. Orqadan Millini ilib chiqib, o'ynab kelishni qaror qildi. Lekin uning o'zining mag'fiyatligini qat'iy aytishga bo'lmaydi. Uddul Remga berib, uni eng qimmat mehmonsaroyda turg'izib, eng erkin bo'lgan musofani boshlaydi. Ilgari hech nimasi yo'q bu Soltek bugun oxiriy mukammal baxtga erishdi. Qadimki Rem ilish maydonida David o'zining alayda iqtidoridan foydalanib, har xil sayohatchilar o'talmaydigan yerlarga ekskursiya qilishga bo'lmaydigan joylarga Millini ilib kirdi. Biroq nihoyat tezda u bir bulungdagi o'xshash zamon va makon holqiy oladigan Jonini bayqab qoladi. David uningdan bir necha yig'iz gap so'ramayla, Joni uningga xatar yetib kelay deb qolganligini, qiz keltirishni o'ylamasligini aytadi. Darvaqa uzoq o'tmay bir to'p chaqirmagan mehmonlar kelib, alayda yasalgan to'q qaltigi bilan o'g'lashga boshlaydi. Ular sargardonlar tashkilotining a'zolari edi. Joni o'g'lashga qarshi turish mutaxassis bo'lib, maxsus mushu sargardonlarni vujuqtiradi. Amaliyotda u Baldurli Davidga ko'z tikkan bo'lib, uning bu yerga sargardonlarni boshlab kelganligini bilib kutib turgani uzun bo'lgan edi. Darvaqa
Joni yuqori mahorat bilan bu bir qancha qo'g'lab kelgan ablahlarni tezda ujuqtirib o'tadi. Ondan o'rin olib uyga qaytib ketadi. Bu chaqda Davidning kallasi ilishib ketgan edi. U darhol berib Mellini izlab uningga texmi ko'p xatar elib kelmasligi uchun Oydurumga elib berib azobga chidab uning bilan xo'shlashib yo'l qisib qo'ydi. Ondan uyga qaytib keldi. Lekin darhol normalsizligini bayqaydi. Biz seni izlayotgan 8 yil bo'ldi. Zaman makan halqig'uchiga taqobil turishning eng yaxshi usuli nima? Javob bo'lsa tok ishiltish. David endi makan halqib qochmoqchi bo'lganda Nik tok kaltigini chiqarib, yuqori bisimli tok bilan cho'ng miyning diqqatini markazlashtirishga ig'ir daxl qiladi. David bu vaqtda yiroq orliqqa makan halqi olmadi. O chaqda Nik yana bir tok simini otdi. Ammo Davidning irodasi intoyin kuchli bo'lib, tok simi bilanla o'zining kichik xazinasiga makan halqib qochib ketadi. Tok simini kesib etib qutulib qoladi. Bu qitimga ilishdan keyin David Nikka taqobil turishning intoyin tasdigini har vaqt hayotda xavf yetib kelganligini bayqaydi. Uzun o'tmay u asta uyga qaytib keladi. Dadasi Nik tarafidan o'ldirib etilgan edi. David uni quchoqlab turib darhol makan olib doktorxonaga olib keldi. Lekin dadasi olliburun jon uzgan edi. David sargardan qotillarga qarshi turish mutaxassis Jonini izlab kelib, uning bilan birlashib Nikka taqobil turmoqchi bo'ladi. Lekin hozir texmi muhim ish bor edi. Ya'ni Melli uni patardan Nik izlab tepilishi mumkin edi. Joni Davidning talabiga qo'shildi, lekin o'zi avval berib tayyorlik qilish kerakligini bildirdi. David amalsiz o'zi yolg'iz berib Mellini izlaydi. Oxir ko'pchilik mahbetligini uning iqror qildi. Bu chaqda Nik sargardan qotillarni boshlab keladi. David darhol Mellini quchoqlaguncha Jonining boshiga makan olib qochib keladi. Lekin Nik bu qitim texmi ilg'or uskunlarni elib kelgan bo'lib, Davidning makan halqgan izini ochalaydi. O'ylamagan yerdan bu asbobning zaman makan halquvchilarining vaqt bo'shliq ishini ichishning iqtidori bor edi. Nik iz qo'g'lash orqali Melni tutib ketadi. Joni o'zining oshkorinib qolganligini bayqaydi. Burun tayyorlab qo'ygan bombani elib chiqib, vaqt bo'shliqqa izi orqali kayniga qaytirib etib portlatmoqchi bo'ladi. U qanday sig'amlasin? Melli tek shu yerda tursa, David portlatqichni bulab ketadi. Shunda qilib, ikkilan 3-4 minut ichida butun yer sharda qo'g'lashmoq o'ynashga boshlaydi. O'ttir sharq urush maydonida David Jonini yuqori bisimli tok munariga solab qo'yib, uning iqtidorini to'sib qo'ydi. Ondan o'zi yolg'iz Mellini qutqizib qatlandi. Bu muqarrar holda Nikning qildig'i tushganlik edi. David elektr to'rg'i mahkam qapsilab qoladi. Ammo barliq sargardan qotillarni hayron qoldirgani uning yoshirin iqtidorining haqiqatan qudratli ekanligi bo'lib, butun uy bilan birga makan olib Melni bexatar joyga olib qo'ydi. David Nikni quchoqlaguncha odamsiz rayon Kolorado cho'ng jiliqsiga yetib berib, uni bu yerga o'latirishi bilan kor bo'lmay tashlab qo'yib ketadi. Oxiri ishkaylan yana ko'ngilli holda dunyoni sayohat qilishni boshlaydi. Uning ustiga ular hech qanday qatnash quroliga o'ltirmasin bo'ladi. Bu kinoning ijodiyati haqiqatan bakli qiziqarli edi. Bu xil erkin ozoda zaman makan olqigan ko'rinish odamlar ixtiyorsizla tasavvur qo'ynimga botqizadi. Agar men bo'lgan bo'lsam, balkim olam kiyimini kiyib oy sharga chiqqan bo'lardim. Agar siz bo'lgan bo'lsangiz nima ish qilib o'qiysiz?